Menga qara, sanmiding, nonni yeb bo'lmaydi, non zarar deb chiqqan. Bizani ota-bobolarimiz shu paytgacha non yeb kelgan, hech kim ichib bola qilmagan, saysollarga kirib yurishgan-u. Sen dodalanmasdan oldin meni eshitgin. Sen uverinmisan, to'shto sani ota-bobolaring mana bunaqa ko'rinishdagi nonni yeganiga. Balki ular mana bu ko'rinishdagi nonni yegandir. Unda bu ikkita nonni nima farqi bor? Mana bu oq nonga высший sort un, ya'ni oliy navli un, shakar, droje, maltodextrinlar solinadi. Bu sog'liq uchun zarar. Ammo bu non tosh elakdan chiqqan, kepe unida qilingan, drojelar solinmagan, achitqida ekologik toza qilib pishirilgan non bo'ladi. Buni zarari minimal darajada. Menimcha gapingni tushungandek bo'lyapman. Tushungan bo'lsang yaxshi, lekin bundan ham tushunarliroq tushuntiraman. Men bu nonni sen xuddi bir o'tin, reyka deb olasan. Pechkani yoqmoqchi bo'lsang, isitmoqchi bo'lsang, buni solsang 1 soatda yonib o'chadi. Ya'ni sen yeyishing bilan insulining bittada ko'tariladi, rezko tushadi, bundan kelib chiqadi doimiy charchoq, ortiqcha vazn va tez qorin ochib qolishi. Ammo bu nonni o'xshatsak bo'ladi ko'mirga. Buni yeysan, seni insuliningni ko'tarmaydi, 4-5 soat davomida senga nasishinность beradi. Bo'ldi og'ayni, demak men sen videoyini noto'g'ri tushungan ekanman. Da походу sen realni videoni noto'g'ri tushungansan. Nonni ham nonda farqi bor. Nonni farqi faqatgina rangida deganlarning gapiga ishonib yurmagan. Bittasi senga zarar bo'lsa, ikkinchisi senga yomonlik qilmaydi. Aqlliroq bo'lgin, obuna bo'lib qo'y.